Hammaga salom. Windows ishlatadiganlarda ko'proq aktivatsiya mana bunday aktivatsiya chiqib qoladi. Ya'ni bu litsenziya yo'q bo'lgani uchun o'sha litsenziya olishni eslatadi. Ya'ni aktivatsiya qil, o'sha litsenziya kodini kirit deb bizdan so'raydi. Afsuski ko'pchilik litsenziya sotib olmaydi. Bunga pul yetmasligi mumkin yoki boshqa sabab bilan bo'ladi. Biz bu hozir videoda Windowsni aktivatsiya qilishni hozir eng samarali ishlaydigan usulini ko'rib chiqamiz. Bir nechta programmalar mavjud aktivatsiya qilish bo'yicha, lekin bu aktivatsiya qiladigan dasturlar hozirda Windowsni o'zi tomonidan bloklab qo'yilgan. U yaxshi ishlamasligi mumkin. Biz PowerShell terminali orqali aktivatsiya qilishni bajaramiz. Buning uchun PowerShellga administrator sifatida kirib olamiz. Va shu ekranda ko'rsatilgan buyruqni xuddi o'ziday qilib yozamiz. Enter tugmasi va biroz kutamiz. Bu internet tezligi bilan bog'liq ko'proq. Biz hozir aktivatsiya qiladigan skript ishga tushyapti. Mana endi bu yerdan o'zimizga keraklisini tanlab olamiz. Biz hozir birinchisini tanlaymiz. Ya'ni bu avval aytganimdek KMS usuli ishlamaydi. Boshqa usullar ofis dasturlari yoki nima uchun sinalmagan ko'proq usullar. Birinchisi yaxshiroq. Shuni sinab ko'ramiz. Bir tugmasini bosamiz, o'zi jarayonni boshlaydi. Hozir mana bu yerdagi aktivatsiya tugmasi jarayon yakunlangandan keyin to'xtaydi. Aktivatsiya oynasi yo'qolib qolishi kerak. Yana biroz kutamiz. Mana ko'rib turganingizdek Windows aktivatsiya qilindi va litsenziya o'rnatildi. Keyin siz o'zingizga kerak bo'lgan ofis dasturlarini ham aktivatsiya qilishingiz mumkin. Bunda ikkinchisini tanlaysiz. Bu ikkinchisida ofis dasturlarini alohida aktivatsiya qiladi. Mana bu yerda aktivatsiya holatini 5 yuborish orqali ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Mana chiqaryapti, ya'ni mashina aktivatsiya qilinganligi haqida ma'lumot chiqaryapti. Ya'ni bu kompyuterimizda aktivatsiya qilingani. Endi buni sozlamalardan ham tekshirib ko'rsak bo'ladi. Ba'zi videolarda faqat o'sha yozuvni o'zini yo'q qilishni ko'rsatishadi. Kompyuter aktivatsiya bo'lmay qoladi. Bizda esa to'liq aktivatsiya bo'ldi. Mana bu yerda aktivatsiya tugmasi turardi. Keyin mana bu funksiya ham, ya'ni fon qo'yish aktivatsiya talab qilardi. Hozir esa bunday emas. Mana video yoqqan bo'lsa like bosib qoldiring, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha